Assalomu alaykum. Mana nasib qilsa qoliplarimiz yo'lga chiqyapti Buxoroga qarab. Mana ichkarida zinani qoliplaridan bor. Mana tumbalari, dekorativ narsalar, gultuvak, buloqchi tepasiga qo'yiladigan qolip, stakanimiz 30, 35, 20, 25 to'rtburchak hammasidan bor. Sokil, eshik derazalarida tepasiga qo'yiladigan gullarimiz. Mana dekorativ narsalar, bu sokilli qoliplari. Dekorativ qush, shunaqa narsalar. Kimga shunaqa qoliplar kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilsangiz qilib beraveramiz. Agar quyish xizmati bo'lsa, quyib ham beraveramiz. 25 lik qolipni olib keldik. Balandlik 3 metr bo'ldi, shuni taklif qildi. Kelishtirib olib kelib berdik o'zimiz. Agar shunaqa kim ish qilmoqchi bo'lsa, uyda qoliplarni sotuvi ham mavjud. Qolipni olib, sotib olib, shu ish bilan shug'ullanish mumkin. Agar quyib berish kerak bo'lsa, kimgadir 2 ta, 4 ta, 6 ta yoki katta ob'yomda telefon qilsalaringiz kelishtirib borib quyib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.